Homilador ayol ko'p uxlasa, bolasi katta bo'lib ketadimi? Ha, ayiqday katta bo'lib ketadi. Onaning qornida homilaning o'lchami ayolning ko'p uxlashiga emas, balki uning ovqatlanishiga bog'liq. Bachadon tonusi ko'p hollarda bu tabiiy holat bo'lib, agar bachadon tonusi gematoma bilan birgalikda keladigan bo'lsa, bu xavfli bo'lib hisoblanadi. Agar homilador ayolda gemoroy bo'lsa, u tug'ayotgan paytida gemoroy yoriladimi? Ko'pgina homilador ayollar shu savolni berishadi va shundan qo'rqishadi. Agar gemoroy birinchi, ikkinchi darajali bo'ladigan bo'lsa, gemoroy to'g'ri vaqtda umuman yorilib ketmaydi. 3-darajali gemoroy bo'ladigan bo'lsa ham kamdan kam hollardagina yorilishi mumkin to'g'ri vaqtda gemoroy. Shuning uchun ham tug'ruqdan oldin gemoroy kasalligini davolatib, undan keyin homilador bo'lishlari lozim. Katta muddatli homilada jig'ildon qaynasa, bolaning sochi o'sayotgan bo'ladimi? Xalq orasida shunaqa gap yuradi, lekin bu noto'g'ri. Homiladorlikning katta muddatlarida jig'ildonning qaynashi bu progesteron gormonining ortishi, undan tashqari bachadonning kattalashib yuqoriga ko'tarilishi natijasida oshqozonni ham yuqoriga qisib qo'yishi va oshqozonda kislotali muhitning o'sishi natijasida yuzaga keladi. Dilshod Erkinovna, yana savollarim bo'lsa, qayerga beray? Profilimga a'zo bo'ling, kuzatib boring va o'zingizga kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni profilimdan topasiz.